Ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydigan tenderdagi eng katta miflar. Birinchisi, tenderda faqat katta kompaniyalar yutadi. Albatta bu noto'g'ri. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va kichik kompaniyalar ham yuta olishi mumkin, agar hujjat va talablarga mos bo'lsa. Ikkinchisi, eng arzon narx bergan kompaniya g'alaba qozonadi. Yo'q, texnik taklif yoki hujjatlar noto'g'ri bo'lsa, tenderda past narx bilan ham g'alaba qozona olmaysiz. Uchinchisi, tenderga hujjat taxlash qiyin. Aslo yo'q. Agar to'g'ri o'rganilsa, bu oddiy tizim. Qiyinchilik esa bilim yetishmasligidan kelib chiqadi. To'rtinchisi, bir marta yutqizdim, demak tender men uchun emas. Yo'q, hech qaysi kompaniya kirib birdan tender yutmagan. G'olib bo'lish uchun kamida 4-5 ta mag'lubiyatni ko'rish kerak va qilingan xatolarni qaytarmaslikka harakat qilish kerak. Beshinchisi, tender yutish bu birdaniga daromad olish degani. Yo'q, bu ham noto'g'ri qarash. Tender shoshilishni yoqtirmaydi. U sabr, aniq hisob-kitob va tizim talab qiladi. Biroq to'g'ri qurilgan tender uzoq muddatli daromadga aylanadi. Tender qo'rqitadigan tizim emas. Tender bu tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan kompaniyalar uchun bir imkoniyat.